Assalomu alaykum. Prezidentimiz qaroriga muvofiq Dolzarb 90 kun doirasida o'quvchilarimizni hamshiramiz yaxshi kayfiyatda kutib olmoqda. Dolzarb 90 kun doirasida olib borilayotgan ertalabki badan tarbiya mashg'ulotlarini o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Tamam. Keyingi mashqimiz ayollarimiz yetakchiligida o'ng qo'l yerda, chap qo'l yuqorida. 1, 2, o'ng tarafga kelamiz. 3, 4 qo'l almashtirib chap tarafga. Dastlab qiladi. Qabul. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Çıkarlar qaytgan yigitlarni ulashtirib ben tanqoz mehmonxonasiga girib boshima o'tgan gitgan ayvon qavarib ko'rib nasıl bo'ldi kerak 18 oshliq bo'lib optimal qilib zaga döşeklasini yopib Bizning 4-umumiy o'rta ta'lim maktabimizda Dolzarb 90 kun doirasida turli xil to'garaklar tashkil qilingan va bunga uyushmagan yoshlar hamda o'quvchilarimiz turli xil to'garaklardan unumli foydalanib bormoqda. Shu jumladan kutubxonamizda ham tashkil qilingan har kuni bir asar tahlili, mushoira kechalari, turli xil she'riyat kechalari o'tkazib bormoqda.